Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana obyektimizni to'liq ma'lumotni YouTube'ga joylaymiz deganmiz boshida. To'liq batafsil ma'lumotlarni berib tushuntirib o'tamiz. Bu obyektimizni joylashgan joyi Oltiariq tumanida. Uzunligi 12 metr, eniga 6 metr, 72 kvadrat. Metal konstruksiyadan qurilgan uy. Bu tarafga mehmonxona qilib berganmiz. Hop mana oldin tashqi fasadlari 0.4 lik tunuka, ichida minivata bor, ichida po'kay bor, 2 qavat 8 sm. Ramalari 8 ga 12, 3.5 4 gacha joyga qarab stinkasi qalin bo'laveradi. Pollari konteynerda polidan, lagalari konteynerlarga qimirlamaydi. Shu stachkaga o'xshagan baqvat chiqaveradi, bu behijolat. Bu mehmonxonamizning razmeri 6 metrga 3.5 metr, kattagina keng. Bu tarafga katta rom qo'yilgan, verandali, tashqari ham chiroyli ko'rinib turadi, xona ham yorug', chiroyli bo'ladi. Bu tarafda spalniyaga deraza qo'yib berganmiz. Devorlar MDF laminatdan bo'lgan, 1.6 lik. Bemalol buni yuvib artib tozalasa ham bo'ladi. Anchaga chidaydi. Bu tarafda asosiy kirish eshigimiz mana. Akfalar ham yaxshi sizlar qalin bozdan qo'yilgan 2 qavat oynali kirishimiz bilan hol bor bu yerda. Bu tarafga kichkinagina shkaf, kiyim yechadigan, yaxshi turadigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Alohida joy ajratilgan. Bet spalniya bo'lyapti. Mana spalniyaga kiramiz. Spalniyaga kirishimiz bilan razmeri 4 metrga 370 lik kattagina keng spalniya bo'lyapti. Spalniyadan bu tarafga mana sanuzerga kirishimiz mumkin. Sanuzerlarni shu ichida qilib berganmiz. Bu yerga kir mashina uchun alohida tochka, razvedka, suv, sovuq suv chiqarilgan. Rakinalar, hop tepasida Ariston 50 talik unitaz, dushovoylari, stoyka dushlarni yaxshilab qo'yilgan, alohida tashqariga chiqish uchun yoki tashqaridan kirish uchun eshik qo'yilgan. Bu ikkitasi hop batareyaniki, ataplayni, issiq suv, sovuq suv qo'ysa bo'laveradi. Bu montajlar, elektrik montajlari, suv montajlari to'liq shu bizning xizmat ichiga kiradi. Mana bu taraflarda ham, mehmonxonada ham, spalniyada ham alohida issiq suv, sovuq suv montaji qilingan. Ataplinaga ulab qo'ysa bo'ldi. Materiallarni o'zlari qo'yib olishadi. Narxini kelishsak, batareyasini ham qo'yib beraveramiz. Bu tarafda oshxona bo'lyapti. Oshxonaning razmeri ham 4 metrga 4.5 metr. Oshxonada issiq suv, sovuq suv mo'yka uchun ajratilgan. Kanalizatsiyalar polni tashlab tashqariga chiqarilgan. Bu yerda batareya uchun kattagina batareya qo'yilaveradi. Issiq suv, sovuq suv batareya aylanishi uchun qo'yilgan. Devorlar shu o'zimiz aytgandek laminat, pollari juda ham baquvvat konteynerda pollardan bo'lyapti. Patologlarimiz dekoplast, devorlar hamma tarafi patologlar polning tupleti shu 8 sm lik minivata va minoplastdan qo'yiladi. Ish jarayoni hozir ketyapti. Bu obyektimizda boshlaganimizga 1 oy bo'ldi. 1 oyda 70 kvadrat, 60-65 kvadrat 1 oyda chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bizning manzilimiz bu obyektimiz Oltiariqda turibdi, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida. Farg'ona, Qo'qon shu vodiy bo'yicha ham xizmat ko'rsataveramiz. 1 kvadrat metr narxi $200 dan mana shu obyekt bitib egalariga xudo xolasa bugun kalit topshiriladi. $200 dan $14.000 ga bityapti. Kimgadir kerak bo'lsa bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Bizga bitta like bosib, qo'llab-quvvatlashga davom etasizlar. Salomat bo'linglar.